Xo'sh. Men assalomu alaykum yana bir marta. Hozir men bo'lishgan xamirni mushlab qo'ydim-da, orada yana bir narsani ko'rsatib o'rmoqchiman sizlarga. Hayotda kerak bo'lib qoladi. Mana biz ovqatlar qo'yamiz, mana shuna kartoshka fri tayyorlaymiz. Qovurishga. Buni sal boshqaroq yo'li ham bor, shuni ko'rsatib o'rmoqchi edim. Ozgina kraxmalni olib, misol uchun 2 qoshiq deylik, men mo'ljallab sovuraman. Taxminan 2 qoshiq. Taxminan 2 qoshiq kraxmalni yaxshilab belib olamiz. Aralashtirib olamiz hammasini. Kartoshka bilan aralashib ketdi. Taxminan yarim choy qoshiq chiqadigan tuz soldim. Endi bunga 2 dona tuxumni shunda sovuraman. Qo'shib yaxshilab aralashtiraman. Aralashtirdimda kraxmal sal kamlik qildi. Yana 2 qoshiq sovordim. Kukuruzli kraxmal. Kartoshka emas, kukuruzli kraxmal, makka jo'xori kraxmal sal yengilroq. Shundan ishlataman. Mana. Hozir yaxshilab aralashtirib yuboraman. Yaxshilab aralashdi. Endi qizib turgan yog'ga solib qovurib olamiz buni. Mana o'choqda yog'imizni qizitib oldik. Qizib turgan yog'ga solamiz. Yaxshilab aralashtirib qovuramiz. Mana qovurilyapti. Hozir tilladek bo'lganda, sariq rangga kirganda olamiz. Men hozir 2 xil usulda tayyorlayaptim kartoshkani freyni qovurishini. Hozir men kartoshkalarni soldim-da. Ozgina un soldim bunga. Endi shuna qilib aralashtirib olaman. Bunisini ham qovurib ko'ramiz. Qani qaysi biri yaxshi chiqadi, qaysi biri chiroyli chiqadi. Uni kamlik qilsa, yana ozgina sovursanglar bo'laveradi. Mana hozir unli bo'lib chiqdi bu. Endi nargisini olsak, buni solamiz keyin. Mana hozir juda ham chiroyli bo'lib qovurildi bulari. Oldik. Ortiqcha tuxumlari bu yoqda nima bo'ldi. Lekin mazasi zo'r bo'ldi. Hozir endi unligini ko'ramiz, qanaqa chiqishini. Mana men ko'rsatib o'rmoqchi edim. Unni o'ziga belaganimiz juda ham chiroyli chiqdi. Kartoshkani quruq hozirdan qovurgandan ko'ra unga belab qovursanglar, rosa ham rangi ham, qisir-qisiri ham chiroyli zo'r chiqadi. Mana endi bunisini ko'rsatarik. Bu qisir bo'ldi rosa ham. Kirsetib bo'linadigan bo'ldi mana. Shunday qanaqa. Bunisi ham rosa yaxshi bo'ldi. Bunisi faqat yoshligimizda oddiy kartoshka bilan tuxum qovurardik. O'shanga o'xshagan bo'lib chiqdi. Ikkalovi ham yaxshi, mana unga belagani yaxshiroq chiqdi. Buni biz endi ana hozir men video olib ko'rsataman. Mana men bu yerda ko'plik qovoplarimiz tayyor bo'ldi. Ham qiymaligi, ham jazligi qilib qildik. Shularni yoniga qo'yib beramiz bu kartoshka frilarimizni. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Yoniga yana nimalar qo'yishimizni ko'rsatib o'ray. Guruch. Garnirga guruch, o'sha kartoshka. Ana, tayyorlab ko'rishinglar har doimgidek tavsiya qilishni kanda qilmayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Alloh panohda bo'lib yurish hammamizga Allohimiz nasib aylasin. Endi ana bu sinnabon tvorogli bo'lishganimizni xamirlar juda ham oshib ketdi. Uni boshlaymiz, davom ettiramiz.